Mailbetdan ro'yxatdan o'tish, hisob to'ldirish, pul chiqarish, bonus olish. Barchasi bitta videoda. Emas, birinchi bo'limni boshladik. Birinchi bo'lim ro'yxatdan o'tish haqida to'liq ma'lumot. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerdan telefon orqali bir bosishda va email orqali uchalasi yaxshi. Bizlar telefon orqali ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerga telefon raqamini kiritamiz. Xohlasangiz boshqa davlat telefon raqamlarini kiritsangiz bo'ladi bu joyda. Keyin bu yerga valyutani o'zgartirishingiz mumkin. So'm, dollar, yevro, rubl, mana bu yerdan rubl yozsangiz Rossiya rublini kelib chiqadi. Biz so'm o'ynaymiz. Bu yerda bonus olishimiz uchun katta harflar bilan VIB 555. Shu promokod kiritib ro'yxatdan o'tsangiz sizga 100% bonus beradi. Bonus olish uchun bu yerdan ikkalasini birini tanlaysiz. Sport uchun yoki Casino Games o'yinlar uchun. Ikkalasini birini tanladim. Endi mana bu yerda 18 yoshdan kichik bo'lmasligi kerak. Yoshingiz o'shanday. Barchasini kiritib qo'yganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda kapchadan o'tishimiz kerak, robot emasligimizni aniqlash uchun. Bu yerda avtomobil deyapti, avtomobilni tanlab tasdiqlash tugmasini bosamiz. Endi kod yuborishni bosamiz. Mana kod yuborildi. Kod qayerga keladi desangiz, telefoningizga SMS bo'lib kelmaydi. Agar Telegramingiz bo'lsa, Telegramga keladi. Agar Telegram shu nomerga Telegram ochilmagan bo'lsa, nomeringizga SMS bo'lib keladi. Hozir bizlarda Telegramimizga kelgan kod. Mana ko'rib turganlaringizdek vaqtni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, Mailbetga o'tib kodni kiritamiz va faollashtirish tugmasini bosamiz. Mana sразу akkaunt ochiladi. Endi bu eng kerakli narsa login bilan parol. Buni galeriyaga skrinshot qilib olib qo'yishimiz kerak. Keyingi tugmasini bosamiz. Va sразу akkauntimizga olib o'tadi. Bu yerdan mana bu yerda nazarni bosamiz, bu yerdan keyin menu degan tugmani bosamiz. Bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyni bosamiz. Xo'sh, keyin bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar to'ldirib chiqsak, keyin hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Bu yerda pasport ma'lumotlarini kiritib chiqishimiz kerak. Hozir men kiritib chiqaman, eng kerakli joylarni tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerdan video hujjat deysizlar, bu yerga pasport seriya deyapti. AC va undan keyin 4 ta raqam yozasiz, 4 ta raqam. Hujjat raqami degan joyiga hozir men namuna va o'shani ko'rsataman. Agar kimda yangi pasport bo'lsa, o'zi bu pasportni bu tomonda 14 ta raqam bo'ladi, o'shani ko'chirib yozasiz. Agar siz yashil pasport bo'layotgan bo'lsa, mana bu joydan ikkita son tashlab 14 ta raqamni yozish kerak bo'ladi. Pasport seriya mana bu joyda berilgan sanalari bu joyda ko'rsatilgan. Bu yerga 14 ta raqam yozganlaringizdan keyin berilgan sanasini kiritasizlar topib, OK demani bossangizlar, bo'ldi, saqlanadi. Kim tomonidan berilgan. Bu ham pasportda yozib qo'ying. Agar bilmasangizlar shahar bilan oxiriga IEB desangiz bo'ladi. Keyin saqlash tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar saqlanadi. Agar men qolib ketgan bo'lsa bir ikkita, yana kiritishingiz mumkin boshqatdan. Boshqatdan emas, shu qolgan joyini to'ldirishingiz mumkin. Hozir men to'ldirib videoni davom ettiraman. Mana ma'lumotlarni to'liq saqlab bo'ldim va qalamcha yo'qoldi. Endi bemalol hisob to'ldirishga o'tsam ham bo'ladi. Burchakda nastroyka degan joyga kiramiz. Mana bu yerdan hisob to'ldirishga kiramiz. Bu yerdan Home Card tanlaysizlar, ikkalasidan birini xohlaganingizni. Bu yerga minimal 5 mingdan 6 million so'mgacha kiritsak bo'lar ekan. 250 ming so'm kiritamiz. Va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bu yerga karta raqam kiritamiz, masalan. Keyin bu yerga muddati, lekin karta egasining nomini kiritasiz, ism familiyangiz va to'lash degan yozib bosamiz. Hozir men kiritib bosaman. Bu joy desangiz, agar sizda Visa, Mastercard bo'lsa, shu joyga kiritiladi raqam. Demak, karta raqam, muddati va kartada ismini, faqat ismingizni kiritasiz bu joyga. Va to'lash degan yozib bosamiz. Mana bosdik, kartaga olingan nomerga kod keladi. Mana kod keldi boshqa telefonimga. Va yuborish tugmasini bosamiz.
Mana do'stlar sразу 250 so'm tushdi. Yopish degan tugmani bosamiz. Bu yerda najot bosamiz. Mana sразу pulimiz tushdi. Xo'sh, mana bu yerda bildirishnomada ko'rishingiz mumkin. Mana hisob to'ldirganmiz, sразу bonus bergan. Bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tsangiz, mana sizga bonus beradi. Va bu yerdan 30 ta aylantirish. To'liq shartlarni aytib o'tdim. Telegram kanalimizda video ostida va kommentariyada yozib qoldiraman. Bemalol o'tishlaringiz mumkin.